Assalomu alaykum. Kitob topshirmoqchi edim. Qancha o'quvchi? Sport. Nechinchi kurs? Birinchi kurs. 33-10. Qanday taassurotlar yaptimi? Ha, bu kitob o'qib chiqdim. Endi joy 100% emasam qisqacha o'qidim. Bundan qolgani endi nima desa bo'ladi, bolalar ko'proq savdo sotiqda savdogarlarga kerak bo'ladigan kitob. Matematikadagilarga tavsiya qilaman, ko'proq o'quvchilarimizni. Bunda qisqa qilib aytganda halollik, savdo sotiqdagi halollikni o'rgatadigan kitob. Talabalarga tavsiya qilsak bo'larkan? Talabalarga tavsiya qilsam bo'ladi. Ko'proq savdo sotiqqa qiziqadiganlarga.